Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Umidjon Nishonov kanalimizga xush kelibsiz. Kunduz kuni bemor bolalarda yuqori nafas yo'llarida kataral forma kuzatiladi, ya'ni burunda shilimshiq ajralmalar kelishi, subfibril isitma chiqishi bo'ladi, lekin bemor ancha faol bo'ladi. Ota-onalar bunday holatga unchalik e'tibor berishmaydi. Bemorning shikoyatlari asosan tunda boshlanadi. Kasallik xuruji asosan tunda yotganda boshlanadi. Bemorda vaqti-vaqti bilan akillovchi yo'tal paydo bo'lishiga, inspirator qiynalib nafas olishiga, nafas shovqinli va qiyin oladi. Ovozi tiniq bo'ladi, biroz xiraroq bo'lishi ham mumkin. Boylanmasi laringitda subkardial yoki sog'da bo'g'ma bo'lib, o'tkir laringitlar turiga mansub bo'lib, yallig'lanish natijasida boylanmasi sohasining shishishi natijasida nafas olishni buzilishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Yolg'on bo'g'ma deyishiga sabab bir qancha klinik belgilari chin bo'g'maga o'xshab ketadi. Yosh bolalarda xildoqning o'tkir qisilishiga 95% sababchisi boylam osti laringiti hisoblanadi. Boylam osti laringitni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biri bu yuqori nafas yo'llarini respirator kasalliklaridan biri bo'lgan, ya'ni virusli kasallik gripp, oriylar va paragripplar tashkil etadi. Kasallik asosan 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Kasallik asosan eksudativ diabetes, allergiyaga moyil bo'lgan bolajonlar, sun'iy ovqatlanadigan bolalar va erta tug'ilgan bolalarda ham tez rivojlanadi. Ayrim holatlarda soxta bo'g'ma laringospazm bilan birgalikda kechadi. Boylam osti laringitni yosh bolalarda juda ko'p uchrashi asosan boylam osti sohasining anatomik-fiziologik xususiyatiga bog'liqdir. Bunda to'qimalarning o'ta siyrak rivojlanganligi va qon tomir va asab tollarining tashqi muhitga o'ta yuqori reaksiyasi bilan namoyon bo'ladi. Yallig'lanish natijasida ushbu soha tezda shish rivojlanadi va nafas aksini buzilishiga olib keladi. Bu kasallikda ovoz burmalarining pastki qismida yumshoq to'qimalarga boy bo'lgan, qon tomirlarga boy bo'lgan qismda tez rivojlanadi. Kasallik asosan yuqoridan pastga qarab ketadi, ya'ni traxeyaga qarab ketadi. Ovoz burmalari sohasiga tarqalmaydi, chunki ovoz burmalari juda ham shilliq qavatlari zich rivojlangan bo'ladi. Boylam osti laringitning klinik belgilari: kunduz kuni bolajonlar ancha faol bo'ladi. Yuqori nafas yo'llarida kataral belgilari, ya'ni burunda shilimshiq ajralma mavjudligi va subfibril isitma chiqib turadi. Bunday holatda ota-onalar unchalik bolalarga e'tibor berishmaydi. Kasallik shikoyatlari asosan tunda xurujsimon akillovchi yo'tallariga, bemorlarda inspirator hansirashga, nafas shovqinli va qiyin olishadi. Ovoz deyarli o'zgarmaydi va biroz xiraroq bo'lishi mumkin. Yo'talni akillovchi tipda paydo bo'lishiga sabab boylam osti sohasining o'tkirishiga, u yerda drenaj funksiyasining buzilishiga, shilimshiq ajralmaning paydo bo'lishi hisobiga paydo bo'ladi. Bemor bolalarni tekshiruvda bilvosita laringoskopiyada asosan bemorni notinch holatda tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Bunday holatlarda asosan klinik belgilariga qarab tashxis qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Laringoskopiya o'tkazilganda bolalarda xildoq shilliq qavatlari, dahliz burmalari biroz qizargan bo'ladi. Ovoz boylamlarida deyarli o'zgarish bo'lmaydi. Faqatgina yallig'lanish elementlaridan paydo bo'lgan shilimshiq ajralmalar ovoz boylamlarini qoplab turgan bo'ladi. Ovoz boylamlari ostida ularga parallel ravishda yostiqsimon shishgan bo'rtmani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'rtmalar shishib chiqib, nafas yo'llarini toraytiradi va nafas olish aksiga to'laligicha to'sqinlik qiladi. Auskultatsiyada o'pkaning ikkala sohasida ham chiyillovchi nafas tovushlarini eshitishimiz mumkin bo'ladi. Bu tovushlar bronxlarda yallig'lanish natijasida nafas yo'llarining torayishi, shilimshiq bilan to'lganligi va xildoq mushaklarining spazmligi bilan belgilanadi. Kasallik kechishida nafas yetishmovchiligini keskin namoyon bo'lishida bemorning o'sish yoshi bilan nafas olish a'zolarining boylam osti laringitini tashxis qo'yishda bemorning shikoyatlari, kasallik tarixi va laringoskopik tekshiruvlarga asoslanib qo'yiladi. Kasallikning klinik kechishi belgilari bir qator xildoq kasalliklariga o'xshashligini hisobga olgan holatda quyidagi kasalliklar bilan farqlash lozim bo'ladi. Xildoq bo'g'masidan, halqum orti absesidan, bronxial astma, zotilcham, uremik holatdagi xildoq qisilishidan, xildoqi yot jismdan farqlash lozim bo'ladi. Boylam osti laringitni davolashda faqatgina kasalxona sharoitida bemorlarga tez va malakali yordam ko'rsatish lozim bo'ladi. Kasallik ko'proq nimjon, immunologik xususiyati pastroq bo'lgan bolalarda
ORV gripp bilan tez chalingan bemorlarda kasallik avjini oldini olish maqsadida gamma-globulin va interferon qilish tavsiya beriladi. Bemor yotgan xona nam bo'lishi kerak, shuning uchun devorlarga nam choyshablar ilinadi. Bemorlarga ichish uchun iliq sut va mineral suvlar berish tavsiya qilinadi. Nafas olish yetishmovchiligi kuchli namoyon bo'lganda, bemor ahvoli og'irlashganda tomir ichiga tezlik bilan gormon tabiatli preparatlarni qilish va shu bilan birgalikda antigistamik preparatlarni qo'llash, bronxial dilatatorlar, adrenalin qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bemorda ushbu qilingan muolajalardan so'ng holati yaxshilangandan so'ng maxsus kislorodli xonalarga o'tkaziladi. Yuqorida qilingan muolajalardan so'ng bemorga namlangan kislorod berish zarur bo'ladi. Bemorlarga antibiotiklar asosiy kasallikning asoratini oldini olish maqsadida ham berilishi mumkin. Bemorlarga fizioterapik muolajalardan turli xil yog'li ishqoli ingalyatsiyalar, gormon tabiatli ingalyatsiyalar qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'tkazilgan davo muolajalariga qaramasdan bemorda umumiy ahvoli og'irlashadigan bo'lsa, bemorlarga intubatsiya yoki traxeostomiya qilish tavsiya qilinadi. Traxeostomiya qilish uchun avval bemorlarda intratraxeal narkoz bilan bunday holatlarda traxeostomiya amaliyotini bajarish uchun intratraxeal narkoz bilan intubatsiya qilingandan so'ng amalga oshiriladi. Ayrim holatlarda traxeostomiya qilish uchun bemorlar hech qanday tayyorgarliksiz traxeostomiya qilish majbur bo'lamiz. Antiseptika, aseptika qoidalariga qaramasdan traxeostomiya amaliyoti bajariladi. Bemor hayoti birinchi o'rinda turadi. Bemorga traxeostomiya o'tkazilgandan so'ng bemorda palataga o'tkaziladi va lor shifokori pediatr nazoratida turadi. Doimo yurak qon tomir sistemasi nazoratda turishi kerak. Kasallikni keyingi kechishda albatta to'g'ri olib borilgan muolajani va taktikaga bog'liq bo'ladi. Albatta yaxshi bo'lib ketadi. Boylam ostalaringizga bolajonlardan chalinmasligi uchun o'z vaqtida ORV bilan og'riyotgan, paragripp yoki gripp bilan og'riyotgan bemorlarga to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri yordam ko'rsatish va uni davolashdan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlarda fikringizni kutib qolamiz.